Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan weekly outlook qilamiz. Ya'ni haftalikda bozorlarda nima sodir bo'lishi mumkin, nima kutyapman, shuni hammasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'z fikrimni aytib qo'yaman. Xo'p, unda sizlar bilan asosan ishlanadigan paralarni ko'rib chiqaman. Yevro USDni ko'ramiz birinchi bo'lib. Ya'ni o'zimning fikrimni qayerga kutyapman, nima qilishim mumkin, shularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hop, Euro USD keladigan bo'lsak, Euro USDda ko'rib turibsizlar, bundan oldingi weekly outlookda qilingan analiz turibdi. Men aytgandim, narx sell side nuqtani yechgandan so'ng, mana sell side nuqtani yechgandan so'ng обязательно ichki, ya'ni ichki buy side, mana bu tashqi buy side. Mana bu zonalar ichki buy side hisoblanadi, ya'ni liquidness zonalari. Ko'rib turibmiz, bitta birinchi bo'lib buy side yechgandan keyin narx sell side'ga harakat qilgan. Sell side yechib bo'lib, men bu FVG'da, ya'ni bundan oldingi weekly'da FVG'ni kutib Mamutgacha target qo'yotgan edik. Lekin narximiz ko'rib turibmiz bunaqa holatda ketgan. Ya'ni men bu FVG'ga tushmasdan, turib narximiz ketib qolgan. Bu bizda asosiy buy side hozir yana yechilishi mumkin bo'lgan zonamiz. H4 ko'radigan bo'lsak, H4da ko'rib turibsizlar, bunaqa holat. Narximiz Mamutda FVG'ga test bergan aslida, mana ko'rib turibmiz, FVG'ga test bergan. Undan keyin narx yana o'z yo'lida davom etgan, ya'ni FVG'ga test bergan, mana bu nuqta FVG'ga test bergan, yana dalishi yurib ketyapti. Mana bu nuqtada sweep bergan. Unda bu narsa SMT yoki boshqa bo'lganini ko'rish kerak. Ko'rib turibmiz, mana bu nuqtada SMT bo'lgan. Shu narsa bizda SMT bo'lgan. Mana bunaqasiga SMT olamiz. SMT deb olsak, narx SMT bilan narx yaxshigina yurib bergan. Bizda buy side turibdi. Agar mana shu nuqtada agarda keladigan bo'lsa ham bu mana bu ichki boost bo'lsak, narximiz tushadigan bo'lsa ham, ya'ni premium discount zonani tortsak, misol tushsa ham, mana bu nuqta bizga qizuv zonamiz bo'ladi. Ya'ni bu H4dagi breaker. Narximiz mana shu nuqtaga keladigan bo'lsa, mana shu yerdan yana buy sidegacha harakat qilsak bo'ladi. Euro USDda hozir shunaqa holatda turibdi. Mana bu nuqtalaridan hech qanaqasiga sizlar savdo qila olmaysizlar. Mana bitta hop ko'radigan bo'lsak, H1da ham bir qarab o'tsak, PDH yechgan, lekin PDH yechganni hisobini olsak ham, mana bu nuqtadan ko'rasizlar, Osiyo, Frankfurt, mana bu London, mana bu lunchtime, undan keyin ko'rasizlar New York ochilishi bo'ladi. New Yorkda men ideya aytaman. New Yorkda narximiz ochilgandan keyin mana shu zonadagi mana shu zonadagi FVG'ga narximiz test beradi. H2, H1 shunaqa zonaga test beradi narx. Mana bu olsak, mana shu nuqtalarimizga test beradi. Test bergan holatda keyin men buni hayini olib berish kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa ideya kutaman men Euro USDda. Mana bu nuqta ko'ramiz, FVG'ni test qilib chiqyapti bu yerda. Mana shu nuqtada xuddi shunaqa ideya bo'lishi kerak. Hop, GBUSDga bitta qarab o'tadigan bo'lsak, boshqa nima ham yo'q, ideya ham yo'q. Chunki hozir bu yerda g'alati holatda turgan holatini ko'rsak, narximiz обязательно New York ochilgandan keyin FVG'ga kelishini kutamiz. Ya'ni HTF FVG'ga kelgandan keyin entry bilan buy pozitsiya ochsak bo'ladi. Ya'ni Euro USDda maksimal mana shu buy side kutaman. Ya'ni maksimal mana shu buy side yechilishini kutaman. Hop, GBUSD keladigan bo'lsak, GBUSDda bundan oldingi nimada weekly outlookda sizlarga aytilgan nuqta olingan ko'ramiz. Mana bu sell side yechilgan. Sell side, mana bu sell side'imiz yechilgandan keyin men bu buy side обязательно olinish kerak degandim. Ko'rib turibmiz, strelka qilib qo'yilgan. Unda narx mana shu nuqtalarda edi. Xuddi shunaqa strelka bilan yurgan, buy side yechilgan. Ana endi dailyga oladigan bo'lsak, dailyda bizda qanaqa holat? Ko'rib turibmiz, low sweep, mana bu low sweep ketyapti.
bizada mana bu buy side'ni yechish uchun narximiz bitta откатga berish kerak. Bu откат, misol mana bu candle'imiz, ya'ni deylik bugungi candle yopilsa, ertangi candle mana bu shu FVG'ga test bersa, FVG'dan mana shu buy side'gacha target qo'yganimiz ma'qul. Ko'rib turibmiz, pastda sweep bilan narximiz chiqib kelyapti. Bizada xuddi shu holat. Demak, mana bu FVG bizga aktual, ya'ni mana shu FVG narximiz kelib beradigan bo'lsa, keyin biz savdoga qolsak bo'ladi. Ya'ni mana bu tepadagi buy side nuqtagacha ushlasak ham bo'ladi. Ya'ni swing qilib ushlasak ham bo'ladi. Hozirgi holati PDX yechgan, ko'rib turibmiz. Osiyo mana bu o'ziga test bergan, ya'ni Osiyo o'zini FVG'si test berib narx ko'tarib bergan. Dalish ko'taryapti. Bu yerda hozir sizlar qanaqadir pozitsiya ochib olishinglar bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun kutganimiz ma'qul. Ya'ni H2 H4larni kutamiz. Bu yerda ham xuddi shu holat aytib o'tganimdek, men bu FVG'ni kutib turib keyin savdo qilaman. Bugungi candle yopilsa ertaga. Xo'p, endi oxirgi shu o'z hammaga qiziq bo'lgan goldni ko'rib chiqamiz. Ya'ni goldda o'zimning fikrim, kunlik ideya yoki weekly ideya shularni sizlar bilan bir qator ko'rib chiqaman. Xo'p, qarasanglar bo'ladi. Narximiz sell side yechgan, yana sell side yechyapti. Sell side yechgan, bizada buy side bor. Bu buy side to'g'ri swing uzoq muddatdagi, lekin bizda qaranglar weekly FVG qolgan to'g'ri. Weekly FVG qolib ketgan. Bu FVGga men qachon tushishini kutaman. Qaranglar, mana shu FVG deb olsak, ana endi weeklydagi men bu high, ya'ni 4450 shu high, ya'ni shu highimiz bizda yechiladi. Ya'ni yechiladi. Ana undan keyin откат kutamiz bolalar. Bungacha shoshib qo'ymaslik kerak. Xo'p, ko'ramiz. Daily FVG ga testimiz bor. Endi shu qator shunda turishida H100 bir qator o'tsak, ko'ramiz mana bu nuqtada SMT. Ya'ni mana shu nuqta bilan SMT hosil bo'lgan. Shu sabab narximiz bayga yaxshigina yur beryapti. Ko'ramiz, bu yerda почти 1000 pips yur beryapti. Ya'ni dailyda olsak. Xo'p, endi hozirgi kunga может bir kunda olib qo'yish mumkin, может haftaning oxirigacha, lekin mana shu nuqtamiz biz buy side deb olamiz bolalar. Mana bu nuqta bizada SMT bo'lgan. Ya'ni SMT bo'lganini hisobini olamiz. SMT. Xo'p. Mana shu nuqtagacha biz target qilib ko'rishimiz kerak. Endi kichkina time frame ko'ramiz. Kichkina time frame'da nima gap? Kichkina time frame'da ko'rasizlar, H4 mana bu FVG test berib chiqqan. H4dagi high mana bu. Buni ham biz buy side deb olamiz. Ya'ni kichkina time frame'dagi H4 buy side deb olamiz. Endi H1 ga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bizga sessiya yordam kelsa, sessiyalarni ko'rsak, ko'rib turibmiz. Hop, nima bo'lish kerak? Narximiz mana bu low yechgandan keyin yaxshigina откат beradi tepaga. Ya'ni mana shu buy side yechib qo'yish ham mumkin. Mana bu yerda breaker olib turib, mana shu breakerni ishlatib olsak bo'ladi. Ko'rib turibmiz, mana shu nuqtaga kelgandan keyin narximiz biz обязательно откат bilan buy ishlab ko'ramiz. Bu Telegram kanalga beriladi o'rtoqlar. Telegram kanalda yo'li shuni o'tosanglar, o'sha yerda signal qilib beramiz. Xo'p, hozirgi vaziyatda mana bu nuqtada mana shu nuqtani ko'radigan bo'lsak, mana bu nuqta ko'ramiz, yechilmagan. Bu yoqda yo'q. Bir xil ikkalovi просто narx sweep qotdi. Sweepdan keyin bizda откат beradi. Hozir данный moment shunda tushish kerak. Narx tushgandan keyin mana shu buy sidegacha biz savdo qilsak bo'ladi. Ana undan keyin esa mana bu asosiy target zonamiz bo'ladi bizda. Ungacha hozirgi kunda mana shuni kutib tursak bo'ladi. Bugungi kun uchun mana shuni kutib tursak bo'ladi. Bu уже erta yoki indinga ishlab berishi mumkin.
xuddi shu signallar hammasi Telegram kanalda beriladi. Yana bir bor aytib o'taman. Yo'li bo'lsa, Telegram kanalda yo'li bo'lsa, bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Sessiyada hozir nima ko'rdik? Sessiyada mana Osiyo sessiyasi mana shaqqa biz deylik prime discount tortadigan bo'lsak, ko'rib turibmiz, prime discount tortadigan bo'lsak, o'rtoqlar. Narx diskount zonaga tushib turib, mana FOVdan narx ko'tarib bergan. Mana shu nuqtada bizni ko'tarib bergan. Endi tushyapti. Mana shu lowda yetish kerak. Yechib bo'lgandan keyin обязательно biz SMT ga qaraymiz. Mana bu nuqta. SMT ga qaraymiz. SMT dan keyin biz bemalol o'sha tillada ishlab olsak bo'ladi, o'rtoqlar. Bu yerda bunaqa vohmali narsa yo'q. Asosan bizni target qo'ygan nuqtalarimiz Mamo buy side haftalik uchun mana shu ideya bo'ladi. Bemalol ishlab olsak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda breaker bor, order block bor. Shu bilan biz savdo qilib chiqib ketamiz. Ya'ni normalniy punkt olib chiqib ketsa bo'ladi. Ya'ni pips, ya'ni error. Misol uchun mana shundan mana shu qo'yib turib ham kirsak ham 1-2 mana shu yerda bo'ladi. Lekin biz entry bilan kirganimiz hisobiga bu narsa error juda kattalashib savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha ideya shu, o'rtoqlar. Xuddi shu mashalloh yechgandan keyin biz atkat qilib bayga ishlab olamiz. Xo'p, YouTube kanaliga obuna bosmagan, obuna bosib qo'ysanglar, xudo xolisa yangi videolar chiqadi yana. Ya'ni sizlarga strategiya hammasi o'rgatiladi. Xo'p, o'rtoqlar, ideyalar bilan tanishib o'tdik. Endi shu videoga like o'zingizlarning fikrlaringizni yozib ketsanglar, tilla haqida shularni ham bir qator ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat, charchamanglar.